Yaqindagina o'sha muhtaram prezidentimiz 156 nafar O'zbekiston fuqarosini Yaqin Sharq mintaqasidagi jangarilarni lagerlaridan, o'sha yerlarda faoliyat yuritgan IShID jangarilarini qutqunidan bir ozod qilib yurtimizga olib keldilar. Oilalari, yaqinlari bag'riga qaytardilar. Endi ular bilan bo'lib o'tgan suhbatlarni tinglaydigan bo'lsangiz, ularga ko'rsatilgan muomala yoki o'sha boshqa IShID jangarilar tomonidan bosib olingan hududlardagi yosh bolalarga, ayollarga ko'rsatilgan munosabatlar bu mutlaqo islom dini ko'rsatmalariga ham insoniylik tamoyillariga ham to'g'ri kelmaydi. Mana shu ko'rganlarimiz, suhbatlashganlarimiz to'g'risida, shular to'g'risida ham qisqagina ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, u 156 ta asirlar, avvalo bular Raqqa shahriga IShID jangarilarining oilalari o'laroq qaysi birlardir majburiy, qaysi birlardir bilmasdan noto'g'ri talqinni, noto'g'ri tushunchalarning qurboni o'laroq borgan. Yosh bolalarning deyarli barchalari bu mavzuga o'zlarining shaxsiy ixtiyorlari bilan aralashib qolmagan. Ular o'sha joyda tug'ildi yoki o'zi aqlini bilmasdan turib onasining qo'lida ketib qoldi. Bular Raqqa shahrida IShID jangarilari inqirozga uchragandan keyin o'sha kurdlarning qo'liga asir tushishdi. Asir tushmasa ularni o'lim kutib turgan edi. O'limdan qochib majburiy shaklda kurdlarning qo'liga asir tushishdi. Dunyoning barcha jabhasidan, barcha qit'asidan o'sha joyda asirlar bor. Men ba'zi ma'lumotlarda ularning bir qancha minglab asirlar ekanligini o'qidim, ko'pchilik ko'rgan buni. Bir qancha davlatlar o'sha asirlardan voz kechdi. Chunki ularni jinoyatchi deb e'tibor qildi va ularga nisbatan bizga bunday fuqarolar kerak emas degan bayonotni berishdi. Lekin ko'p davlatlar insoniy tamoyillarga suyanaroq, xosatan bizning yurtimiz ham bu ma'noda mehr operatsiyasini amalga oshirdi. Insoniy muomala o'laroq boshqa mamlakatlar, boshqa yurtlarga o'rnak bo'ldi. O'sha kelgan odamlar haqiqiy ma'noda asr ma'nosi deydigan bo'lsak, aslida u joyda ayollar, yosh bolalar, ularga nisbatan eng yuksak axloqiy mezonlar bilan muomala qilindi. Buni qayta ta'kidlashning keragi yo'q. Voqelikda ko'zda ko'rinib turgan narsa. Bu joyda men bir boshqa narsaga urg'u bermoqchiman. Islom shariatida ajoyib bir qoida bor. Man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi degan qoida. Kim bir narsaga o'zi haqli bo'lmasdan turib shoshilsa, o'sha narsadan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu nima degani? IShID jangarilari yoki jihodga da'vat qilayotgan odamlarning o'rtaga qo'ygan asoslaridan biri biz islom ummatining nomusini himoya qilishimiz kerak degan da'vo. Ular bu da'voga haqli bo'lmaganlari uchun mana shu da'volarining ziddi bilan jazolanishdi. Ularning ayollari nomusimiz edi. O'sha nomus boshqa odamlarning qo'liga asir tushdi. Ular o'zlari haqli bo'lmagan qurolni ko'tarib, o'zlari haqli bo'lmagan, loyiq bo'lmagan maydonga chiqib olganlari uchun Alloh taolo qadari ilohiysining adolati bilan ular da'vo qilgan narsaning ziddi bilan ularga javob qaytardi. Nomus himoya qilaman deb ayollarini o'zlari dushman deb bilgan odamlarni qo'liga asir tushirishdi. Men ularning qadarlari, taqdirlari to'g'risida bir narsa demayman. Chunki biz ularga nisbatan kamsitadigan biror kalima aytishlikdan hayo qilamiz. Chunki butun boshli millat, butun boshli yurt ularni kechirib, ularni o'z bag'riga olib, qaytadan ularning shu xalq bilan birga yashab ketishligi imkon beryaptimi? Islom ta'limoti o'laroq ham buni qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin bu jinoyatga qo'l urgan odamlarga dunyoning o'zida bu jazo ekanligini va bunga intilayotgan, shularni havas qilayotgan odamlar dunyoning o'zida shunday jazodan qochib qutula olmasliklarini ogohlantirib qo'yishni ham vazifamiz deb bilamiz.